Bilasizlar, Chechenko har doim aytgan gapini ustida turgan. Agar shu video 500 mingta layk yig'sa, shu ko'rib turgan insonlardan birini umra ziyoratiga yuboramiz. Qizlar, bir dona laykinglarni deb qaysidir insonni umraga borishiga sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Juda ham ko'p blogerlar Ehson dasturxonni yozib, ko'chada halol mehnat qiladigan insonlarni mehmon qilganda havasim kelardi va niyat qilardim, men ham bir kun shu ishni qilaman deb. O'sha kun mana bugunga nasib qildi. Nimaga aynan yangi Jizzax milliy taomlarini tanladim? Chunki bugungi mehmonlarimiz ayollar emas, balki erkaklar. Ko'ryapsiz, erkaklar baquvvat osadek somsani, Jizzax somsasini ko'rdim deyishmadi. O'shaning uchun birato'la go'sht olib keling, jiz olib keling, jizzaxchasiga qilib, ikkita joyga cho'tka qilib pishirib, 5 barmoq. Mana bu oshinglar zo'r mazasi, lekin kutib qolishadi, chunki spetsial damlab berasizlar, bu qozonda tayyor turmaydi. Shu videoga layk bosganlar kamida har kuni shunaqa ehson qiladigan darajada saxiy oiladan bo'lsin. Amin.